Hijoma ishqibozlari uchun endilikda Xurusmetda atig 300 ming so'm evaziga 4 xil protsedura olasizlar. Mana bunday body massajyorda obdon tanadagi qonlarni, kapillarni tomirlarni ko'tarib, qip-qizil cho'g'day bo'lganini qildi. Polni mushaklarni yumshatib, ana undan keyin ana body massajyor qilganimizdan keyin vakuumli terapiya qilamiz. Hijoma boqinali butun muskuldagi shamollashlarni olib, obdon qip-qizil qilib, kapillarni tomirlarga qonlarni ko'tarib olib, ana keyin navbat hijoma. Sizlar juda mayda kesasizlarmi menda? Ha, albatta. Bizdan keyin bo'lmasa biz qolmaydi. Bu bolalarni topib bo'lmaymiz keyin. Yo'q. Igna bilan teshganmisanmi? Kesilganning o'rni bilinmayapti. Yo'q, lazer bilan teshganman. Ay bu, vashiva. O mazza. Bu mazza faqat Xurusmetda.